Toshkent shahar hokimiyati aytayapti. Uylarni panjara bilan o'rab olinglar, o'sha o'rab olgan joylar sizlarniki deyapti. Bitta nosi sizlarga 64 ta panjara beriladi. Bo'yi misol 2 metr, endi 1.20. Deylik, shunaqa qonun chiqdi. Mana yerda umuman hayotda kerak bo'lmaydi deydigan hosillar nima uchun kerakligini ko'rib chiqamiz. To'g'ri burchak ostida misol uchun panjaramizdan quramiz deydigan bo'lsak, tomonlari bittasi A bo'lsa, uchinchisi misol uchun B. Mana shu 2A plus B 64 ko'paytiramiz 1.20. Biza eng katta qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu A ko'paytiramiz B. Boy tepadan prosta B ni topa oladigan bo'lsak, 76.8 minus 2A. A ko'paytiramiz 76.8 minus 2A bo'ldi. Ochib olsak 76.8A minus 2A kvadrat. Shundan hosila olib 0 ga tenglaydigan bo'lsak, 76.8 minus 4A bo'ldi. Teng 0. A teng 19.2. B topadigan bo'lsak, 76.8 minus 2 ko'paytiramiz 19.2. B-mizda chiqadi 38.4. Demak, uydagi panjarani shunaqa qurishimiz kerakki, uni yon taraflari 19.2 metrdan bo'lishi kerak. Eni bo'lsa 38.4 metr bo'lishi kerak. Bu degani bu yog'iga 16 profnashchil qo'yamiz, bu yog'iga 32 ta profnashchil qo'yamiz. Mana shunda bizda maksimalni joy egallab olamiz. Sotuvni aytib o'tirishimiz mumkin 50 ming, 60 ming, 70 ming deb.